Muhim bir savol chiqib qoldi. Hozir mana shu yerda bir yerda suhbat qilib o'tiruvdik, ixtilofga tushib qoldi. Siz hal qilib bermasangiz bo'lmaydi. Nima bo'ldi? Desam, odam otani qoni nechinchi gruppa? Mana shu gap. Mana shu gap. Keyin aytdim, bilsanglar nima foyda topasizlar? Bilsalaringiz qon quymoqchimisizlar, nima qilmoqchisizlar? Buni o'rniga bir foydali gapni gapirsalaringiz bo'lmaydimi?